bitta egizakli ayolimiz murojaat qildilar. Bularni birinchi bolajonlari ekan, birinchi marta ona bo'lishlari ekan. Qaysi klinikada qildirdingiz? Xmed klinikalarida homilador bo'lishga tayyorlangan ekanlar. Stimulyatsiyadan keyin mana 4 ta bolachamiz bo'lib qolibdi. 4 ta bolacha mana bir-biridan chiroyli asal bolachalar, o'sishda orqada qolishi yo'q. Hammasi bir-biriga mos, parallelni o'syapti. Yaxshi. Mana 2 ta qizaloq, 2 ta o'g'ilcha, xudo xolasa. Yaxshi. Oyisi ham o'zi nozikkina ekan. 1 yil davomida faqat yotib tug'ish bilan xudo xolasa shug'ullanadilar. Mana Alloh bir deganda shu 4 ta farzand bilan siylabdi bularni. Mashalloh. Hamma bolachalarni o'sish razvitiyalari, yurak urishlari joy-joyida, yaxshi normada, xavotirga o'rin yo'q. Har bitta bolamizni ko'rib chiqdik. Mana shunaqa baxt hammalaringga nasib qilsin.